Odamlarga ham hayronman. Eski ishxonamda o'sha 4 ta vrachlar birga qo'shilishib fond qilib qo'yganmiz. O'zimiz tashlashib turamiz. Muhtojlar kelib qolsa, o'zimiz yonimizdan to'lab yuboramiz degan maqsadda. Bir oyda 2 ta, 3 ta shunaqa вообще puli yo'q. To'lamasangiz o'lib qoladigan darajada bo'lib qoladi. Ko'chada tashlab yuborishga vijdon yo'l qo'ymaydi. Shunaqalarni sponsor qilib turilardi. Bir kun vrach chaqirib qoldi, shunaqa fonddan pul ishlataylik dedi. O'zim suhbat qilaman dedim. Kirsam, opa takkoy o'tiribdi. Kim bemorsan, erim. Qani eringiz? Mashinaga chiqib ketdi dedi. O, o'sha mashina. Nima mashina desam, Gentra nima edi dedi. Yo'q, o'zim so'radim dedi. Eringiz nima ish qiladi desam, prokat dedi. Hozir ishlaydimi desam, ha. Pulinglar yo'qmi desam, pulimiz yetarli, Xudoga shukr. Endi tekin holat edi desam, ha, endi tekin bo'lsa yomonmi deydi. Odamlarga nimalar yoqmaydi.